Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis muborakda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gumondan saqlaninglar, chunki gumon so'zlarning eng yolg'onidir. Josuslik qilmanglar, ayblarni qidiruvchi bo'lmanglar, olishmanglar, hasad qilmanglar, dushmanlik qilmanglar. Allohning birodarlashgan bandalari bo'linglar deganlar. Ahmad ibn Hanbal rahmatulloh alayh Anas roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan edik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir sizlarning huzuringizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Ansorlardan bir kishi soqolida yangi olgan tahoratining asoratlari bilan suvlari tomib turgan holda kavushini chap qo'liga ilib olganicha kirib keldi. Ertasi kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana o'sha gapni aytdilar. Hozir oldingizga jannat ahlidan bir kishi kirib keladi. Yana o'sha kishi avvalgidek holatda kirib keldi. Uchinchi kuni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalgi so'zlarini aytdilar. Bu safar ham xuddi o'sha holatda shu kishi kirib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turganlaridan so'ng Abdullah ibn Amr ibn As roziyallohu anhuma haligi kishiga ergashdi va men va otam bilan o'rtamizda bir narsa o'tib qoldi. 3 kungacha oldiga kirmaslikka qasam ichib qo'ydim. 3 kun sizni uyingizda mehmon bo'lsam dedi. Mayli dedi Ansoriy. Abdulloh keyin aytib berishicha 3 kun Ansoriy bilan birga bo'ldi. Ammo kechalari turib ibodat qilganini ko'rmadi. Yotog'ida u tomondan bu tomonga ag'darilganida Allohni zikr qilar va takbir aytib qo'yar edi. Shuningdek, yomon so'z aytganini eshitmadim der edi Abdulloh. 3 kecha shu ahvolda o'tdi. Juda ham ortiqcha ibodat qilganini ko'rmadim. Ey Allohning bandasi, men bilan otamning orasida hech qanday narsa o'tib arazlashib qolmaganmiz. Lekin men Rasululloh alayhisalom sen haqingda 3 marotaba hozir sizlarning huzuringizga jannat ahlidan bir kishi kirib keladi deganlarni eshitdim. 3 safar ham sen kirib kelding. Shuning uchun sening uyingga kirib amallaringni ko'rsam, men ham senga ergashsam degan edim. Ammo sening ko'p ibodat qilganingni ko'rmadim. Xo'sh, Rasululloh alayhisalom sen haqingda bergan bashoratiga yetkazgan narsa nima o'zi? Ansoriy shu ko'rganingdan boshqa hech gap yo'q dedi. Endi qaytib ketayotgan edim. Ansoriy meni chaqirdi-da, shu ko'rganingdan boshqa hech gap yo'q. Faqat men o'z ko'nglimda musulmonlardan birortasiga nisbatan g'illu g'ash yo'q, hasad yo'q. Biror kimsaga Alloh bergan yaxshilik bo'lsa, unga hasad qilmadim dedi. Ha, seni bu darajaga yetkazgan shu narsa ekan, boshqalarning toqati yetmaydigan narsa ekan dedim.